Sağollaşlar, yaxşımısınızlar? Bu saatlik dersimizde biz sözleşmiş bo'lganimiz bo'lsa, Windows 7 mashg'ulot sistemasida Windows 10 mashg'ulot sistemasiga yangilash. Hamda ko'pinchalar Windows 7 mashg'ulot sistemasini ishlatib ko'rgan bo'lishinglar yoki hozirmi Windows 7 mashg'ulot sistemasini ishlatayotgan bo'lishinglar mumkin. Hamda 2015-yili 7-oydan boshlab Windows 10 mashg'ulot sistemasi bosasi edildi. Hamda shu 2016'nın oxiri yoki 2017-yillardan boshlab Windows 10 hali keng doirada ishlatilishga boshlagan. Endi Windows 10 mashg'ulot sistemasinin afzalligi alayliklar bo'lsa, hamda birinchidan uning boshqa tizimligi zo'r darajada yangilandi. Masalan, biz ko'rinma yuzi, masalan, ustal yuziga hech qanday bir tubiya, ya'ni simlarga qo'ymay, uni hammani o'chirib bitib, bevosita boshqa tizimlikdan foydalanib biz xohlagan detal yoki xohlagan mashg'ulot jarayonlarimizni elib bora olamiz. Endi undan boshqa shu ovozliq boshqarish usullari. Ovozliq gap qilib yoki telefonimizga o'xshash, biz ovozliq paranglashlar yoki ovozliq buyruq bera oladigan bu mashg'ulotni ijro qila oladigan holatda shakllandi. Endi undan boshqa Windows 10 mashg'ulot sistemasining beqadarlik qurilmasi intayin yuqori. Nayt yaxshi, beqadarlik qurilmasi kompyuterda virus yo'q bo'ladimi yoki boshqa sistemasini kamina buzib ketadimi degandek ishlar azroq bo'ladi. Beqadarlik qurilmasi nayt yaxshi. Endi Windows 7 mashg'ulot sistemasini Windows 10 mashg'ulot sistemasiga yangilash. Buni bevosita miyada shazaydici aviyada tushirish Windows 10 mashg'ulot sistemasini o'lchamlikka tushirish olibdi, tushirish to'rbekda ta'minlangan. Biz shu adresni ko'chirib olib, yuzlanchiga selib bevosita tushirib yangilasak bo'ladi. Endi undan boshqa ikki xil buni yangilash usuli bor. Birinchidan biz bevosita shu adres bo'yicha tushirib yangilasak bo'ladi. Endi ikkinchidan biz o'zimiz tayyorlab olgan Windows 10 mashg'ulot sistemasiniki plastinkasi va yoki yupimizga qo'shilib olgan mashg'ulot sistemasi bo'lsa, haqiqiy sistemasi shuni bevosita sistema qo'shilish usuli bo'yicha kompyuterimizga qo'shilib olsak bo'ladi. Hamza o'lchamli bo'lgan usulni so'zlab o'tsak, qaraydigan bo'lsak, miyada shazay dijisi ta'minlaylik. Tushirish adresi. Hamda biz bu tushirish adresini filtr qilib olib olaylik. Tanladim, filtr qilib, hamda yuzlanchiga bosaman. Yuzlanchiga bir ichib olgan nusxasi, mana mashg'ul holatda ichiladi. Endi bu bevosita Microsoft shirkatining ta'minlagan Windows 10 mashg'ulot sistemasiniki yangi nashri. Biz bevosita Liji Shazay Jiyong deganni bossak bo'ladi. Bundan biz Liji Shazay Gongju deganni chekib, Shazay bir yunshan qilib o'tamiz. Hamda taqib etib, buni qo'shchik qo'zg'atmoq yoki o'ng tarafiniga shunga yunshan qilsak bo'ladi. Bu yerda Jesho Juju deb tanlash qilib, undan Jesho qilib etib, anjon tanlab olsak bo'ladi. Bu bevosita sistemni tushirib, qo'shilish mashg'ulot qilyapti. Biz hech qanday mashg'ulot qilmay, shu torimiz normal ishlash sharoitiga qarab qilsak, shu o'zi tushirib, bevosita kompyuterimiz qo'shilib beradi.